Assalomu alaykum. 15-oktyabr Xalq banki mijozlar bilan uchrashuv kuni ekan bugun. Biza yuridik mijozlar bilan ishlayman. O'zim Sobir Oskarbekman. Bizada hozir kreditlar bo'yicha sizlarga tushuntirib o'taman. Agar xohishlaringiz bo'lsa, kredit olsangiz bo'ladi. Bizada oldin masalan sizlar hozir jismoniy shaxslar-ku. Agar patent ochadigan bo'lsangizlar yo yuridik MChJ ochadigan bo'lsangizlar, bizada 6 oylik debit оборот 0. Ya pul chiqarib ketgan vaqtida 6 oygacha beso'roqni chiqarib ketasiz. Kredit olaman desangiz, kredit olgan vaqtida bizda dollar kreditimiz bor. Dollar kreditimiz hozir ikki tartibdagi tadbirkorga ilingan, lekin MChJga bor. Turli xil maqsadlar yo'nalishi bo'yicha berib turibmiz. 36 oyga 6 oy imtiyoz davri bilan 12% dan beramiz. Xohlagan maqsadlaringiz bo'yicha olib ishlatish, masalan o'zingiz faoliyatlaringiz bir soha bo'ladi, o'sha ikkinchi soha bo'yicha ishlasangiz bo'ladi. Keyin moliyaviy ko'makda ham kreditimiz bor. Bu ham turli xil maqsadlar bo'yicha berib turibdi. 100 milliongacha o'zingiz bandasangiz bo'ladi. 100 milliondan ko'proq olaman degan bo'lsangiz, yakka tartibdagi tadbirkor yoki MChJ kerak bo'lsangiz 300 million so'mgacha beriladi. Bular ikkisi ham dollar kreditimiz ham, so'm kreditimiz ham, garov USDdan beriladigan. Garovda mashina qo'ysangiz ham bo'ladi. Bugungi kunda ariza bergan kuningizdan 5 yil eski bo'lmasi kerak mashina. Agar uy qo'ysangiz ham bo'ladi. Uyda propiska hech kim bo'lmasi kerak, ikkinchi uy bo'lishi kerak-da. Keyin noturar binolar qo'ysangiz ham bo'ladi. Ikkisidan bemalol olib foydalansangiz bo'ladi. Keyin boshqa agar yo'q, oldin imtiyozli kredit olib yapganman degan bo'lsangiz, oldin imtiyozli kredit olib yapganlar ham o'z kreditimiz bor. PK 312 bo'yicha beriladigan kreditimiz bor. Asosiy vositaga 6 yil beriladi, 3 yil imtiyoz davri bilan. Yo'q, mana hozir do'konim bor, oziq-ovqat misoli xomashyoga olaman, aylanma mablag' degan bo'lsangiz, unda 2 yil beramiz, 6 oy imtiyoz davri bilan beriladi.